Milliardlab insonlar yuz yillardan beri qaysi din haqroq ekani haqida bahslashib kelishadi. Aslo charchashmaydi ham. Lekin bu bahs bir raqamga turli tomondan qarayotgan odamlarning bahsiga o'xshaydi go'yo. Biri 6 ni ko'radi, ikkinchisi esa 9 ni. Ikkalasi ham haq, lekin har biri o'z pozitsiyasidan qaramoqda. Qaysi kitob to'g'riroq, Vedalarmi, Qur'oni Karimmi yoki boshqa ilohiy kitoblarmi deb bahslashish bu birinchi sinf darsligi to'g'riroqmi yoki 11-sinfnikimi deb tortishish bilan bir xildek gap. Barcha muqaddas kitoblar to'g'ridir. 11-sinfda o'tirib alifboni yoki karra jadvalni inkor qilish ahmoqlik axir. Ularsiz o'sib ulg'aya olmasingiz. Har bir kitob insoniyatga aynan o'z vaqti va o'z o'rganish bosqichi uchun berilgandir. Midgit maktabida nechta sinf bor va osmon qayerga suzib ketdi? Yo'ldan adashgan numerologlar raqamlarni o'ynatib 14, 15 va boshqa raqamlarni ham aytib turib, qayta tug'ilish, ya'ni reinkarnatsiya haqida ko'p aytib kelishadi. Haligajon reinkarnatsiya bor deyishadi. Butun dunyo bo'ylab 95% desam adashmayman, an'anaviy astrologlar 1-sinfda uxlab yotishibdi. Ha shunday, qotib qolgan soxta osmon ostida o'tirib, hanuzgacha boshlang'ich sinf dasturini talqin qilishmoqda. Vaholanki osmon suzib ketgan va oldinga harakatlanib boraveradi. Astronomiya va real osmon bir joyda to'xtab turgani yo'q, aslo to'xtab turmaydi ham. Eng ayanchlisi bizning o'zimizning hamyurtlarimiz, bizning chet ellik birodarlarimizni rus bo'ladimi yoki boshqami farqi yo'q. Ularning gapini shundoqqina olib o'zbek tiliga tarjima qilib, mana xalqim mana shunday bo'ladi, unday bo'ladi, bunday bo'lyapti, bundaysiz, undaysiz deb odamlarga chiqib larmonni davomini osib kelishmoqda. Ha, ular ataylab qilishmaydi, bilmagandan qiladi. Ammo bilmaslik bu ularni bu xatolarini xato deb ko'rilishidan ozod qilmaydi. Keling, real hisoblab ko'ramiz. Bizning yer Midgit bu muhtasham maktab. Unda aynan kosmik sikllarda belgilanganidek sinflar va semestrlar bor. 1000 ta mahalliy yuga bu bitta kalpa. Bu yerda har bir yuga alohida sinfdir. Ya'ni bir kalpaning ichida 1000 ta mahalliy yuga bordir. Har bir mahalliy yuganing ichida 4 tadan yuga bordir. Bu haqda alohida rolik qilganman. Ya'ni yugalar haqida qiziqqanlar bo'lsa eshitib ko'rish mumkin. Yanada batafsilida albatta kurslarimda o'taman. Hozir qaysi sinfda ekanimizni bilasizmi? Meningcha mahalliy yugadan, eng oxirgi kaliy yugadan. Biz bitiruvchilarmiz. Barcha o'tmishdagi qayta tug'ilish aylanalari va bosqichlari allaqachon o'tib bo'lgan. Shuning uchun zamonaviy qo'shtirnoq ichidagi olim, ulamo, numerolog, astrologlarning 14, 15 degan qayta tug'ilish raqamlari, reinkarnatsiyaning qayta tug'ilish raqamlarini 14, 15 raqamlar bilan belgilashlari bu o'ylamaydigan insonlar uchun cho'pchakdir. Bilsangiz agar ota-bobolarimizdan bir gap qolgan, ming o'lib, ming tirildim. Hozirgi odamlar ham bu gapni juda ko'p ishlatishadi. O'zlari anglamagan holda. Jonlari so'ylaydi-da. Ming o'lib, ming tirildim, amallab qutulib chiqdim deya gapirishadi. Har bir jon aslida ming o'lib, ming tirilib bo'ldi. Hozir 1000-marta tug'ilish hayotini yashamoqda. Tasavvur qiling-a, qanchalik jonimiz qadimiydir. Nega aynan reinkarnatsiya emas, barzax? Muqaddas Qur'oni Karimda ochiq oydin aytilgan avvalgi kitoblar haqdir, lekin Qur'on oxirgi kitob va imtihonlar oldidan yakuniy yo'riqnomadir. Ya'ni bundan keyin boshqa kitoblar, boshqa yo'riqnomalar bo'lmaydi. Boshqa hech qanday ta'lim dasturlari bo'lmaydi. Aynan shuning uchun undan reinkarnatsiya tushunchasi ketib bo'ldi. Ya'ni bu oxirgi bosqich, oxirgi kitob, oxirgi chorak. Barzax so'zi paydo bo'ldi. Bu esa oraliq, kutish zalidek go'yo. Shuning uchun hozirgi zamonda qo'shtirnoq ichidagi astrolog, numerolog, olim, ulamolar qayta tug'ilish bor, reinkarnatsiya bo'ladi, eslab ko'ring, yana tug'ilasiz, qayta tug'ilasiz deyotganlar 11-sinfda o'tirib hali ham 1-sinfning saboqlarini olishga urinishmoqda. Reinkarnatsiya bo'lgan, ammo ular hozir ham yana reinkarnatsiyalar bo'ladi deb o'ylashayotgani bu katta xatodir. Endi reinkarnatsiya bo'lmaydi. 11-sinfda qayta topshirishlar yo'q, imkon berilmaydi. Bitiruvchilar esa qaytadan 1-sinfga qabul qilinmaydi, qaytarishmaydi. Ortga ham yo'l yo'q. Barzaxda ruh shunchaki kutadi va uxlaydi. Tush. Kimdir go'zal tushda, kimdir esa dahshatli tushda. Albatta, bu kim qanday ushbu Midgit yerida, ushbu buyuk maktabda qanday saboq olgani, qanday imtihonlarni topshirib o'tgani, qanday sinovlardan o'ta olganiga, o'qiganiga qarab. U yerda vaqt nisbiydir. Tanamiz uchun yerdagi bu hayot yillar davomidagi o'lchamda bo'lsa, jon uchun bu kunlar o'lchamida. 3-5 kun oralig'idagi vaqt jarayonidir. Agar eshitgan bo'lsangiz, ko'pchilik aytadi. Bu ham jonimiz hushimizda eslab yodda qolingan ichki ovozdan kelib chiqadi. 3 kunlik hayot, 5 kunlik hayot deb aytamiz. Hech kim bir haftalik hayot, bir oylik hayot, 50 yillik, 70 yillik deb aytmaydi aslo. Qaysi bir raqam yoshida ushbu dunyoni tark etsa ham jon 3 kunlik dunyoda, 5 kunlik dunyoda deb ortidan ushbu dunyoda qolganlar gapirib o'tirishadi. Bu ularning ichki hushlaridan kelayotgan ovozdir. Chunki tana uchun yillar sanog'ida bo'lsa, ammo jon, ruh o'zi uchun bu 3 va 5 kunlik dunyodir. Barzax. Jon u yerga borganda xuddi bir marta uxlab turgandek go'yo. Bilasizmi, mana shu yerda ham o'zimizda uxlaganimizda necha soat uxlasak ham, qancha soat uxlaganimizni aslo sezmaymiz. Turganimizdan keyin "Voy, bu shuncha uxlab qopmadi, shuncha uxlabmadi" turamiz. Ya'ni uxlayotganimizda vaqtning o'lchamini aslo sezmaymiz. Barzaxda ham xuddi shunday holat. Bu yerda ham kimdir yomon tushlar ko'radi, kimdir yaxshi tushlar ko'radi. Ko'rayotgan tushini albatta sezib yotadi.
Mana shunday azizlar, o'qish vaqti tugadi, imtihon topshirish vaqti keldi. Ishchilar va sinfdagi tartibsizlik. Bugun biz Midgard nomli dunyo maktabimizda nima ko'ryapmiz? Ba'zilar Ishchilar o'tmishda qolib ketgan. o'qituvchidan yana karra jadvalni o'rgatishni so'rashmoqda. Ey, eslang, ruh qayta tug'iladi-ku. Reinkarnatsiya bor. Ha, qayta tug'ilar edi, lekin bu bosqich tugadi. Endi qayta tug'ilish yo'q, reinkarnatsiya yo'q. Boshqalar esa go'yoki daruvda 11-sinf bosqichida tug'ilib qolgandek o'zlarini ko'rsatishadi. Bu mag'rur gaplarni gapirmang. Qachonlardir ota-bobolarimiz ahmoqlik qilib hamma narsaga ishonib gapirib kelishgan. Shularni gapirish keragi yo'q. Qayta tug'ilish, reinkarnatsiya degan gap yo'q. Bir marta tug'ilamiz, bir marta yashaymiz. Tamom va salom. Hech qanaqa o'tmish dasturlar bo'lmagan. Atrofda esa kimdir darsda uxlab yotibdi. Kimdir bufetdan olgan bulochkasini yashirincha yeb o'tiribdi dars vaqtida. Kimdir yo'lakda yugurib yuribdi. Kimdir dars vaqtida boshqalarga xalaqit berib chalg'itib o'tiribdi. Kimlardir o'qishni umuman istashmaydi. O'quv jarayonlariga butunlay tupurib qo'ygan. Lekin oxirgi qo'ng'iroq chalindi. Maktab hamma uchun tugash arafasida. Abadiy attestat va pand nasihat. Uyg'oning! Midgard dunyomiz maktabini bitirgach har bir insonga o'zining abadiy attestati beriladi. O'zining abadiy ma'nini, qiyofasi, tanasi va ma'naviy mansabini. Dangasalik qilgan yoki tajovuzkorlik ko'rsatganlar, Alloh qonuniyatidan chetga chiqib ketganlar tozalanmagan holatda keyingi darajasiga, keyingi pog'onasiga o'tisha olmaydi. Va ularga bizning bugungi tushunchamiz bilan oxirgi kitobimizda aytilgani bo'yicha do'zaxga yo'naltiriladi. Do'zaxdagi tozalanishlar esa o'tmishdagi darsliklarimiz bo'lmish Vedalarda tasvirlanganidek yer o'lchovi bilan 50 milliard yilgacha davom etishi mumkin. Qur'onda do'zaxdan chiqish borligi aytilgan, lekin hamma uchun emas. Energetik jihatdan bu g'aflatdagi ruh xuddi aqlsiz, kambag'al va kasallikda yashaydigan odamdek abadiy qorong'ilikda sargardon bo'lishini, arosatda qolib ketishini, og'riqlarda qolib ketishini ma'nosini anglatiladi. Qora tuynuk desak ham bo'ladi. Mana shunday qorong'ilikda qolib ketishi haqida xabar beriladi. Oxirgi darslarda uxlamang, imtihonlarni a'lo baholarga topshiring. Aytgancha, agar sizga oxirgi semestrimiz tugashiga aniq qancha vaqt qolgani qiziq bo'lsa, mening Chingiza Alfastar o'quv kurslarimga xush kelibsiz deyman. Agar sizga yakuniy imtihonlarni topshirish uchun aniq shpargalkalar va javoblar kerak bo'lsa, sizni albatta kutaman. Men haqiqiy osmon va real astrologiya bilimlarini o'rgataman. Ha, buni yolg'on yashiq kitoblardan emas, buni o'yma toshlardan, maxsus joylardan kovlab yig'ib olgan ma'lumotlarni albatta sizlarga ulashaman. Kurslarda siz o'zingizni tezda tushunib olishingiz, o'tmish tajribalaringizni albatta eslashingiz va bu hayotda sizni qanday sinovlardan o'tishingiz belgilanganligi, shu yerda va hozirda o'z taqdiringizni qanday boshqarishni eng oliy darajada tayinlanishingiz mumkinligi haqida albatta o'rgataman. Endi azizlar, sizlarga yana bir narsalarni aytmoqchimanki, voy. Xayolparast o'quvchilar. Eksklyuziv shedevrlar. Bular shunday xayolparastlarki, darslikni ochadida aniq qoidani o'qiydi. Masalan, 2 + 2, 2 × 2 yoki deylik 4. Tamom va salom. Lekin bu ularga kamlik qiladi. Ular darrov o'zlaridan to'qishni va xayol surishni boshlashadi. Vau! Agar 2 × 2 5 bo'lsa-chi? Agar hammasini teskari qilsak-chi? Agar hammasini oyog'ini osmondan qilib o'girib yuborsak-chi? Unda nima bo'ladi? To'g'ri va tushunarli tilda yozib qo'yilgan bo'lsa-da, Bu xayolparastlar baribir koinot qoidalarini, Allohning qonuniyatini o'z xayollariga moslab qayta yozishga harakat qilishadi. Reallikka o'tish va xulosa. Hayotda ham xuddi shunday oddiy va aniq ma'naviy qonunlarga amal qilish o'rniga odamlar o'z qoidalarini o'ylab topishni, ma'nosini buzishni va o'z illyuziyalariga ishonishni boshlashadi. Imtihonda hech kim sizning xayollaringiz uchun baho qo'ymaydi. Sizning o'ylab topgan shedevr to'qimalaringizga hech kim baho qo'ymaydi. Imtihon oluvchi faqatgina real Allohning qonun qoidalarini rostmana bilasizmi, yo'qmi? Amalda ularni qo'llaganmisiz, yo'qmi? Shuni tekshiradi xolos. Darsliklar ustida xayol surishni to'xtating. Nima yozilgan bo'lsa, shuni o'rganing. ishchilar xaosi va shpargalkalari. Xaos va mashmasha. Aynan mana shu yerda haqiqiy kasha, malasha va bema'ni mashmashalar boshlanadi. Shunga o'xshash cheksiz bahslar avj oladi. Yer yasimi yoki dumaloqmi? Kontekstdan uzib olingan qoidalar, ko'p qotillik va boshqa xaoslar, to'qimalar. Har bir ikkinchining kallasida o'zining alohida teoriyasi paydo bo'ladi. Ana ruslarda aytishadi-ku, U каждого Авраама своя программа. mana shunday alohida teoriyalari paydo bo'ladi. Nima uchun shunday bo'ladi? Chunki ular ishchilar. Ularga o'z aqli bilan o'qib tushunib yodlagandan ko'ra, o'zlari izlanib, o'zlari isloh qilgandan ko'ra, birovning shpargalkasidan ko'chirib olish, birovning gapini eshitib qaytarib yurish, ya'ni fleshkalarda, maytofonlarda, televizorlarda, turli bir bazmlarda, yig'ilishlarda va hokazo bir-birini eshitib va mana shu barcha eshitganlarini yig'ib, so'ng o'zlari dadil holda ularni to'tiqushdek qaytara boshlashni, ya'ni o'zlariga ishonch bilan mana shu roz deya to'tiqushdek qaytarishni bilishadi, xolos. Lekin asosiy imtihonda ko'chirib olish o'tmaydi. Ha, va bunday imtihon tabiiyki yiqiladi. Kallangni uyda qoldirmadingmi? Darslar va xatolar. Kallangni uyda qoldirmadingmi?
esingizga tushadigan o'quvchilar metaforasi. Ha, yana bir toifa o'quvchilar bor, azizlar, voy voy.